Birodar, harom qimmat, halol arzon, halol tekin. Harom qimmat bo'lsa-da biz unga oshnomiz, oshiqmiz o'shanga. Tahorat qilyapsiz, masjidga kiryapsiz. Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qiyapsiz. Sizdan biror kishi pul so'rayaptimi? Yo'q. Harom ish qiling, qilishni niyat qiling, u xarajat. Yana olimlarimiz nima dedilar? Haromni qilasiz, lazzati ketadi, gunohi qoladi. Halolni-chi? Halolni-ku qiyinchiligi ketadi, savobi qoladi. Biz qaysi narsaga oshiqmiz bugun? Bir amr ma'ruf ko'radigan bo'lsak telefonimizda 2 daqiqa biz uchun ko'p. 4 ta masxaraboz, umuman dini diyonatga to'g'ri kelmaydigan 4 ta suhbat, 4 ta kulgili gap, u ham bo'lsa na dinga, na diyonatga, na xulqqa to'g'ri keladigan kadrlar, unga biz oshiq. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Birodar, qayerga qarab boryapmiz biz?